Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar. Loton saloni bilan Ili Almazor saloni birlashib yo'l qo'ygan. Peshqadam tövbekorlarimizning hayot izlarini tonishtirish maqsad qilingan O'chmas xotirlar programmamiz huzuringizda. Men riyosatchi do'stinglar Musajon Osman. O'zi xos yozishchilik uslubiga ega qalam sohibi. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotimizning asoschilaridan biri demokratik shoir Lutfullo Mutallibning nabir tuqini Mo'min Muhammad Yokining hayot xotiralari bilan tanishib chiqmoqchimiz. Qanaqdaqda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bu Şavkın namı romanımız Lutfullo Mutallibning asl karakteri. Elbette övünüş gerek. Lutfullo Mutallibning övünüş ruhi acayipti. Assalomu alaykum Mo'min Muhammad aka. Aleykümselam. Aldı bilan o'sha ekranimiz oldidagi barliq ko'rganlarga bir qizg'in salomimizni yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum hurmatli ekran oldidagi ko'rarmanlar. Sizlarga cho'ng salom yo'llayman. Uyg'ur xalqining ataqli shoiri Mutallib haqida suhbatlashmoqchimiz. Menmi shundan bilgan yerlerimden mushu munosabat bilan keng ko'rarmanlarga bir inkas qilmoqchi. Bo'ladi Mo'min Muhammad aka. Ancha sizningki mushu Lutfullo Mutallib bilan bo'lgan munosabatingiz to'g'risida azroq bir xabardor bo'lgan bo'lsa. Bo'ladi. Lutfullo Mutallib bilan men kengroq jiroqdan etsam, mening onam bir qandosh bo'ladi. Mening onamning familiyasi Lutfullo qo'llanayotgan Li Mutallib degan Mutallib bo'ladi. Mening onam cho'ng o'g'li To'xtaqimdan tug'ilgan. Mutallibning cho'ng o'g'li. Ondan ikincisi Hizmaxon. Ondan Lutfullo tug'ilgan. Maşta getirendi bular. Muşu terapi etkivatında opam Lutfullo'nun bir nevre hadisi bulundu. Ben opam Güldürüzxan'ın oğlu olum. Şundayken Lutfullo Mutallib mening tog'am bo'ldi. Onun üstüge Lutfullo Mutallibning tug'ilgan vaqtida, yani kindiganisi ham bo'lgan men opam. Bu jihatdan bizning munosabatimiz gayet yaqin. Cümleden Lutfullo Mutallibning hayot vaqtlarida munosabatini aytgan qo'yibgan. Unda da Lutfullo Mutallibni siz qancha yillar ko'rgan? Lutfullo Mutallibni men o'zi asli 1930-yil tug'ilgan. Lutfullo Mutallib 22-yil tug'ilgan. Shunday ekan bizning o'rtamizda bir 8 yosh farqlimiz. Lutfullo'ni. Lutlaka deb ataymiz. Bizning Nilqida bir keyik vaqtlarda Nilqida bo'lgan. Nilqidagi uyimizning oralig'ini yaqin. Shu vaqtda berish kelishlar bo'lib turdi bizniki. O'sha chaqlarda Lutnikam u shaharda o'qiydi. Tatar maktabida o'qiydi, Rus maktabida o'qigan. Bu jarayonlarda kanikul vaqtida Nilqiga chiqdi. Nilqiga chiqqan vaqtida biz aralab ko'rimiz, paranglashimiz, bizlar kichik bo'lgandik, uning bag'oyalariga bilamaymiz. Shunchalik aralashgan. Masalan, men shunchalik aralashgan. Endi Lutnikamninki shoirlik haqida men kichik bo'lsam-mu, shu xillarda cho'nglarni anglayman, shoir degandan nimaligini o'qimaymiz, lekin o'shunda anglaydigan. Men 2-sinfdan 3-sinfga chiqay deb vaqtimda, ya'ni 1939-yili. Shu yillarda bizning maktabning ichida faoliyatda bo'ldi. Har xil o'yin qo'yilgan, naqsh etadigan. Menmi shuning ichida qatnashib qoldim. Keyin bizga muallim dedi, "Hey, seni tog'ang Lutfullo shoirga desang, sana bir deklamatsiya yozib berdi" dedi. Men bir turib qoldim-da, bu qanday gapdi deb berib, shu vaqtda Lutnikam xo'shlashqini chiqqan Nilqiga. Al-Og'illar oldirash. Shu vaqtda Lutnikamni tepib, "Moshunda davat Lutnika sen bana bir narsa yozib beramsan" dedim. Kim dedi? Muallim dedi. Yanchi qizim bir xotir defterini oldi-da, bir bilan yuzib qo'lim suz qo'ydi. Bo'ldi, men aldirib ketdim deb.
Bununki ma'nosi nima deganda shu vaqt Yapon qarshi urush vaqtlarida tashviqot bo'layotgan vaqtlar. Helikada meni qo'limni qarsam, buningda bir she'r bor ekan. She'r bunda deyilibdi, hozir endi bu ismni qolganni chiqibdi, ismni qolgan men kelib deklamasak, maktab sinfda o'ynab bo'lsam, hammamiz qarshi kelib ketdi. Shu cho'ng askarlarning kiyimini kiydim, qilichni bo'ynimga osdim. Shu sahnaga chiqdim-da, maktabning sinfini işte chiqib, unda o'qidim. Bu mening eng suyimli qilishimki, bosh qo'mondan menga taqdim qilgan edi. Shuning bilan necha qatim jangda bo'ldim. Har bir jangda g'olibiyatni elib turdim. Buni davomini unutib qoldim-da endi. Mushunda yozdim, voy chavoq chib ketdi. Shundan keyin bu o'zimga ait qo'shilib ketdim. Boshqalarga ait obdan rozi bo'ldi. Mana mush qisqasi bundan muomalalarni, maslahatlarni berish kelishimiz qo'yiq. Mömin Muhammed aka, endi biz Lutfullah Mutalib bilan bo'lgan munosabatingizdan az to'liq xabar topdik. Endi mush sizningki Shavqon nomli romaningiz nashr qilingandan keyin jamiyatimizdagi har soha kishilarningki diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Demak, yoqtirishga muyassar bo'ldi. Shavqon degan romaningizning yozishiga sababchi bo'lgan narsa zot nima? Bili, buni ayt yaxshi so'z. Shavqon degan roman Mutalibning G'uljidagi o'qiyotgan hayotini ko'zda tutdi. Shuni asosan shuni gavda qilib, shuni tema qildim. Ya'ni Tatar maktabda o'qigan, Tatar maktab chiqib Rus gimnaziyada o'qigan. Bu odatki bizni hozir maktab berib o'qib qaytib kelishlar emas, mush o'qish jarayonidagi buning ijtimoiy munosabatlari bor. Bu odam kimlar bilan besh kelish qilgan, adabiyot, san'atchi, mushunda ajoyib odamlar bilan muomala qiladi. Shuning uchun buni mushin gavda qilib turib men yozdim. Yani bunu Shavqon deb qo'yilishirki narsa, men asli bir romanni ikki qism qilib yozmoqchi edim. Shavqon So'ran deb. Bizda bog'i o'tilla. Shavqonni nima Urumchigachilik nima qilaman deb yozman. Shuni Urumchig o'qish ketdi, So'ranni yozdigan vaqtim So'ran Urumchig hayoti bo'ldi. Bir hayoti Abdullah Tolibning romaniga kirib ketdi, bu yerga tagminimda Shavqon bo'lish qoldi. Demek bu Shavqon nomli romanınız bu Lutfullah Mutalibning aslash xarakterlik, aslim xarakterlik roman. Aslim xarakterlik. Onunki ish faoliyatları, o'qish faoliyatları natijak buningda. Bo'ldi Mömin Muhammed aka, undaqda Lutfullah Mutalib 1922-yil tug'ilib, 1945-yil vafot bo'ldi. Demak, 23 yillik ozg'in hayotida yana 8 yillik qalam bilan shug'ullandi. Yana shunaqla Lutfullah Mutalib ana shu davrlarda kimi butun, qo'zg'ib to'q bo'lmagan holatlarda jabr jafodan chekib, bugungi kunda shodlik bir tarixni yaratdi. Undaqda hozirgi zamondagi bugungi kunda boy-boy yashayotgan yoshlarimiz zot Lutfullah Mutalibning qaysi rolini o'rganish kerak deb qaraysiz? Albatta, o'rganish kerak. Lutfullah Mutalibning o'rganish ruhi ajoyibdi. Men buni to'liqida takrorlangan gaplarni deb o'tamay, amaliy faktindey. Mesela mening opam Lutfullah Mutalib o'qiyotgan vaqtlarda kanikulga chiqqan vaqtda bir boribdi uyiga. O'sha opamlarning uyiga, Ahmedovlarning uyiga borgan vaqtida bu Lutnikovlar ashullar cho'pon bilan opam bir uy oshxona yotadi. Ahmedov boshqa, ularning bolalar boshqa. Lutnikov o'ynab kelib kechiri kelib yotadi endi. Shu vaqtida opam bir qarsa Lutnikov kelib yetibdi o'sha o'rinda. Opamlarning bayır bir uyda, çoğun uyda. Yetip bir qarsa lampa yoruq turdi ki. Lampını öçemeydi ki. Sekreplerle qiylanı maykisi bilen çıkıpla bir nersi ocağına bir şıqa bunda bezipti birini. Ne qilib nimedi deb uxlab qoldi. Size et degendi bularning baldır hilqini bir qog'ozga ko'chirib olibdi. Şöyle apam soruptu Melike'de bu nimisi bu lütünün hoşta bir kısmı galt kılıklarını kıcırdı. Ey balam, ufkam, Gülrizem, sizge nimden tanıştırman kitam. Ben desem düşünem ilham dedik. Vay ilham, nim bilir bir apam diyen nim savaş hotunda. İlham diyen ilham desem düşünmeysiz. Aslında bir yazgıs kep gelse, keçi olamdı, gündüz olamdı, öy olamdı, tam olamdı, derek oldu. Ne gösterlik yazdı o. Bir de yiyip koydu diyen. Demek bu Mutalib'ninki ügürüş bulan kızgınlığı, icariyet kızgınlığı başında. Bu bir ikinci, nelkıda her çıkka vaxtıda, nelkıda hem silah bilirse gerek oyun diyen bir oyun var.
Bunda yağaçlarını kesip koydu. Tayakla urup bir çemberinin içine urup çıkırıyordu. O geretki degen başta tom yağaçtı 5 oldu. 5'i cüplep koydu bunda bir 4 kıldı. Şunu 3 tayak atıdı adam. 3 tayak atkan atıdı. Çıketse utkan buludu. Çıketmez utkan buludu. Moşun ügetken bu birincisi. İkincisi nilki degenin kelitke sazlık var. Eşer sazlıkta vallahi şu küçük vallahi da yaşlandı. Sekirtidi. Anladıkken ağaçta bir taş, dayanın, kaşının deryası bir taşın belli kuşun taşın. Demek bu şunda ten hareketlerini ügetken. Yani küçük gerekleri itkanda. Çoğunlukla itkan vaxtında limontelip, dilkada kulüp yasap, oyun koyga vaxtında özü böcek kalan. Bir kança eserlerini, komediyelerini izlegen. Mesela, ekegene tamakağını, putumunu peşvayı uruvaldım. Digen kuşuşlu. Ekene tamakağını digen, keşke kaktin tamak sonra özü tamak vermeydi, özü bu abamız yan çıkıdı. Şurada bir hasis adamını paşkan. Onun nizam paşka da koymuz. Putunu peşavar işte ketip taş kuruğanı yarılma kaldı. Bu bir hastalık mangallıkın alametidir. Bu şunda ilmiyenet. Anlıkın ilkinin nimisiga çok tekrasiyerlensiz pegen. Demek bu adamın iş faaliyetini etip tüketkenim ayıttı ola. Mömin Muhammed aka ahırda bizden kaldırıpmış yaşlarımızı dayanan jürek sözlerimiz var mı? Hem de limontelip doğruluk oldu ki limontelip'nin ki şan şöhreti, onun iş izleri bizim Şincan'da emas. Hazır limontelip'nin dadısı hizmakın. Benim düşünüşümce ya ki özünün emniyetini etkavatı Lütfullah hizbakının balısı emas. Belki memleketimizde Şincan bütün halkı, devletimizin balısı olup gitti. Hatta halk aradı tesir yetti benim. Mesela yetişler karganda Fransa'da Jillak Cevap degen şiirini yazgan iken bir yerde barken müzik anlamı neydi? Muşun çet ellerde boğan, Japonya'larda. Muşunçilik buluştuk adam şu limot ellip degen bizge oşaş biz Uygur milletini çıkan bir adam. Aslında biz yaşlarının ruhin ügünüşümüz gerek. Emgek kılıdığan, icat kılıdığan, tirişidiğan, yenilik yartıdığan. Muşunda bir ruhunu ügelse buludu. Başta benim romanımın gepi olup kaldı. Şu romanını yüz vakti çıkıp tezdi tükep gitti. Bir neçimin nüskü kılıngan, neşir kılıngan. Ötkende bir anlısam ne öğrenimdeydi. Şöyle hazır. Nemideydi bir dakika. Silahın Allah'da. Şunlarda şu telef kıttığı okuşlardaydı. Okuşlar telef kıtsın şunu. Yeni bir neşir kılışka. Şu vakti de bir vas köreleydi de. Bana bu limontel ügünüşünü bir yaxşı usul olup kalırdı. Buludundakta Mömin Muhammed aka biz yana Lütfullah Muttalit'in işsizleri to'g'risida sizden haber taptık. Undakta sizden kaldık icadiyatlarınız to'g'risida o'zingizdan qisqacha bir tushuncha berib o'tsangiz. Buludu. Men endi benim hayatım köpünçemiş yeziş bilen öttü. Tehrirlikli öttü. Ressamlıklı öttü. Hattatlıklı öttü degendek. Ben pensiyaya çıktığım 30 yıl oldu. Şimdi beri ben cim tumudum. İşte bir yüz tuttum ben. Bir hatırlan, eslimelen. Çıkar hazır ben roman yazıştım, toktap kaldım. Hikaye yazıştım, toktap koydum. Eslim yazış bilen. Şıkılmadım ben. Eslim yazganda medeniyet sahasıdaki. Mesela özümüzde ötken şairler, 20. esirde ötken şairler. Nemi şey ettin de ahırsı ötken efendikiçilik. Muşlarınki hemimiz arlaşkan bulağınız. Zunun kadir, muşların bir kur eslilerini, medeniyet adamlarını. Esmi yüzvatı ben, köge vakala, boğa işlerinin yaxşı taraflardan. Yüzvatı ben, hazır benim yazgan, ben de hazır nevide halk neşiretleri bir hikayeyle toplumum var, yaşlar neşiretleri bir romanım var, karvan dediğin. Bula çıksa, Bula çıkıdı deydi, o çıkıversin. Ama ben yine kolumda bir kança kitap okuduk materyalda yazılıq. Neçimin orijinal var. Mömin Muhammed aka Lütfullah Muttalit to'g'risida başqalarına bir eser yazgan işler var mı? Onunki yaxşı replerini yazganları to'lan, ular aytıyor ki mesela Erşin Tatlık, Abla Talip diyenlerin eslimlerinden ait yaxşı udalan yazdı. Yani bazılar şunu yazımında yokulan yerlerden, mesler yerlerden, mesela
Lütfullah'ın cesedi bir yerde tutsa, özünün çoğuğa yermeşedi olsa, chet eli çıkıp Almatılar verip ahval egellep, yalgandın paketlerini gösterip hatta ki oradaki özü vaxtidagi raqiblarni ahvol egallab yozganlar bor. Ularni endi deb ketsak to'la. Xato yozganlarniki buni maqtayman deb turib, mesela bunda degan, nilqin sizlar ko'migan bo'lishinglar kerak, nilqini yo'qotib zindon deydi g'ayrat. Nat o'rmonlik, go'zallik, mevachilik shunday yaxshi. Qat orollarni tarkib topgan. Aşağıda şu ma'lum yozuvchi o'zini tasvirlab va haqlarni egalligini deb yozib, şu yerda kiyimi buldu, kiyimi battı dersin nilqi qarşısında. Şu kiyimine nimiz üzülüp ketip oynagan chiqqan vaqtida kiyimini simvolu da polatsın. Üzülüp ketken limotda sakrab tushib, kiyimini tortib chetga chiqqan. Bundaq narsa bu intan kishilarning aqliga sig'madi. Va bir ikkinchi u yerda kiyimi bo'ladigan yer emas u. Bir orollar. Kiyimi bu tövəlki dəyyanın yığılıb aqqa yerdi bada. Mana məşundan qoşaş yerlər var. Endi öz vaqtida bularga men tanqid maqolalarni yozdim. Endi sizning o'sha yaxshi bir pishqan adabiyotchi deb topamiz, ya'ni biz usta bir rassom desak bo'ldi kelmaydi. Nayt yaxshi rasmlaringiz ekan, o'sha rassomlik to'g'risida bizga azroq bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Bu rassomlikmi o'liqi tasadduq kelgan emas. Men o'qiyotgan vaqtlarimda chiroyli xatlarni yozishga qiziqatdim. Biri bilan chizishga qiziqatdim. Bu o'qiyotgan vaqtlarim. Keyingi vaqtida men o'rta texnikumni o'qib, kadr bo'lib işildim. Kadroga vaqtida men Yoshlar ittifoqi xizmat ishildim. Yoshlar ittifoqi ishlaganda bütün o'sha ijtimoiy harakatlar bo'ldi. Yer islohoti, ijara kamati, saylan, kooperativ. Shu vaqtlarda men rasmlarni chizib yurdim. Hech kim menga o'rgatgani yo'q, o'zligimdan o'rganib. Keyingi bu narsalar men Yoshlar nashriyatiga, Şinjan Yoshlar nashriyati qurilgan vaqtida tunji bo'lib o'shaga ishlagan odamlarning birisi men. Oldu bağlarının içinde. Şu vaxtda onunki tahrirligi badım. Lekin tahrirlikle koşup ressam bu başka tek redaktörlüğünü kıldım. Resim çizdim. Öyle hüsnü xatlarını yazdım. Boşuna kılıp ki hizmet ceryanında özlüğümü üzülüp resim çizdim. Asasen ben resim çizganda hizmet vaxtında çatma resimlerini, ilgar işler, yaxşı adamların işlerini çatma resim çizdim. Mesela Limotellip'ninki 60 yıllık bütünley 40-50 parça resimni başına çatma qilib ko'rgazma qildim. Endi sizga rasmlarni ko'rgazmalarga qo'yildi. Endi ko'proq men manzar rasm chizdim. Manzar rasm bilan o'tirib chizman. Bu moy bo'yoq. Bular o'zligimdan qilgan. Bu mening sizga rasmlarim gez jurnallarga chiqdi, chet elliklarga ketdi. Alag'illar tonish birishlar uyimdan borman, mushtaq. Qısqası rəssamlıq mən özlüyümdə öyrəndim. Özlüyünüz öyrəngan, hə? Mənim Muhammed aka bugün nəhayət yaxşı söhbətləşdik. Endi ədəbsizligimizni sorab qo'ysam, Məməkə, bu neçə yaş kirdiniz? Bir yıl mən əmdi şu bir ay oldu, 87'ye qadam qoydum. Demek 90 buluşup yani 90 yaşı kirib turib, mana shunday ijodiyatlarni yaratmak intayin qiyin. Sizningki axırda şu o'zingizning yashingizning cho'ng'ayib kelishiga qaramay, bizning suhbatimizni qabul qilganligingizga chin ko'ngildan rahmat aytamiz. Oltin tiningiz omon bo'lsin. Rahmat. Xiyalchan tilek. Abduri Lutfullah Mutallib. Tengir qilmayman do'stlar, tilayman oliy tilaklarni. Tushirmayman kurashga deb turgan bu bilaklarni. Mard bog'dan g'azon qilmaydi vaqtsiz bog'ni. Tarbiyasiz sudurib gul chechaklarni. Xiyolim xuddi talpinib turgan bir sabiy bola. İmiş uchun qadrdan onidagi qo'sh amchaklarni. Lazzatli xiyol arsida beqib osmonlarga tafakkur ko'zi bilan ko'raman ro'shan ro'jaklarni. Jonan noz uyquda yetib nechik bo'lganmas. Oshig'i kutib tursa ichib yo'ruq ro'jaklarni. Nemishqa yozmay tilak orlash muğluq lirikalarni. So'ygu ishqi o'rtab ko'ydirsa yuraklarni. Azaldillah xiyolchan muğluq bir yigit edim. Tınşıqaşqa mumam ağızdan samavi çöçeklerini, söygü denizi çoğunqurlıqıda mən qaynam tursam, usuluqum qanda qansun, içip kiçik kölçeklerini.